Ey jigar, so'g'ani eng zo'ri nima bilasizmi? Shirinlik deysizmi? Yo'q, olib borsangiz bir pastayib qo'yadi. Gulam zo'r, lekin so'lib qoladi. Manaqa ustoz, joynamoz sovg'a qilib yuborasizmi deyman yaqiningizga. Olganda ham bunaqa joynamozni aynan Basra deganligini olinglar. Chunki buni ovozi tiniq, juda ko'p yana qulayliklari bor. Chalg'itmaydi jigar. Arzimagan pul turadi. Bitta ujin yevoradigan darajada shunaqangi arzon. Buni olib bersangiz, ishoning o'zidan uyalib ham o'rganishga harakat qilib, menimcha o'rganib olsa kerak. U yerda namozni hamma duolari, niyatlari, azonlari, rakatlari hammasini tushuntirgan. Ishoning, обязательно shundan bitta hozir pastda silka bor, zakaz qilib, jigar, mana shu sanga deb shundoq sovg'a qiling. Shunaqangi xursand bo'lib ketadi, o'rganib oladi. Keyin bir umr inshaalloh siz orqali o'rgansa, o'qigan namozlarini savobiga siz ham sherik bo'lasiz jigar. Hozir zakaz qiling.